Qurilishi bo'yicha gap ustidan qolishmaydigan novostroykadamiz. Devorlarning qalinligini ko'raylik. 2,5 g'isht, fasadlari ham g'ishtdan qurilgan. Xo'p, Mashhadiy rezidens turar joy majmuasidamiz. Yashnobod tumanida, zalida turibmiz. To'rxonali kvartiramizni obzor qilgani kelganmiz. Bu yoq divanli zonamiz, stol-stul, bu yoq TV zonalarimiz, mana ikkita tabaqali eshiklar qo'yilgan. Kvartiramiz ikkinchi qavatda joylashgan. Maydoni 94 kvadrat. Bu yoq tomonda eshikdan kirib kelganingizda katta chiroyli oynalar qilib qo'yishgan. Chap tomonda garderobni shkaflarimiz. Kelinglar, bu yoq tomonda общий sanuzelimiz, vanna qo'yilgan. Kvartiramizda ikkita sanuzel bor. Yonida родительский spalniy o'zini sanuzeli bilan bo'tga dush kabina qilingan. Juda ham chiroyli remontlar qilib qo'yishibdi. Spalniyimizning o'zi bo'yanadigan joylari, 2 kishilik kravatlar qo'yilgan. Bu yoqda mana chiroyli shkaflarni qo'yib qo'yishibdi. Kelinglar. Yon tomonda chiroyli kartinkalar qo'yib qo'yishgan. Kvartiramizdagi juda ham chiroyli remontlarga e'tibor berib qo'yishibdi. Bu yoqda mana razdvijniy eshiklar kirganingizda kuxnyamiz, двухкамерный холодильникlar qo'yilgan. Bu yoq kuxonniy tarafimiz. Kuxnalar ham juda ham chiroyli ranglar bilan tanlashibdi. Ovqatlanib o'tiradigan joy, televizorlar qo'yilgan. Yonida yana bitta spalniyamiz, gostivoy spalniy. Kirganingizda ranglari ham juda ham chiroyli tanlangan. Bo'yanadigan joylari, bu yoqda ham mana shkaflar qilingan. Shkaflari yetarli. Xo'p, kelinglar, bu yoqda yana bitta detskiy xonamiz bor. Bitta bolaga yana bitta chiroyli detskiy xona qilingan. Kvartiramiz sotilyapti. Mashhadiy ko'chasida joylashgan. Yashnobod tumani. Narxini opisaniyada belgilab qo'yamiz. Pastda nomerlar qoldiramiz. Telefon qilib yana qo'shimcha ma'lumot olishingiz mumkin. Hammaga rahmat, xayr-sog'lik.